İbrahim alayhissalatu vassalamning ikkita ayollari bor edi. Sora va Hojar. Sora Hojar bilan o'rtalarida ba'zi holat bo'lganda Hojarni olib kelib Makka ga tashlab ketganlar. Homilador. Ismoil alayhissalomga homilador bo'lgan Hojarni Makka ga qo'yib, Makkada hali Zamzam yo'q. Hali Ka'ba yo'q. Quruq cho'l, tog'ning ichi. Shunda tashaganlarda men ketdim deganlar. Shunda orqaga o'girilib. Hojar onamiz aytar ekanlarki, meni bu yoqqa tashlab ketyapsiz. Qornimda bolam bor. Bitta hech narsa yo'q. O'zingiz tashlab ketyapsizmi? O'zi Sorani dedi. Yo Alloh buyurdimi deganlar. Deganda Alloh buyurdi degan. Ha unda Alloh zoya qilmaydi, ketavering degan. Qarang ayolning zo'rligini. Cho'lda biz bog'roqda ham xotinlarni rozi qilmayapmiz. To'g'rimi? Cho'lda Alloh buyurdi desa, bo'ldi, Alloh buyurgan bo'lsa men roziman dedi.